Biz apparat yoqib o'chirishlarini moslab sozlashimiz. Smes gaz. Argon bilan ugdi gazi smesi. Buni spirali qizdirish uchun to'kit tiqish shart emas. Boy ugdi gaz bo'lganda buni to'kit tiqib qo'yish kerak. Boshqa shart emas. Smes. Qarang, apparat yondi, yoqib turibdi. Agar apparat yaxshi ishlamasa, massani olib metalga qo'yishlar mumkin. Bundan o'tmasa. Yaratgan tashlab qo'ying. Перезагрузкаdan boshlaymiz. Qarang, yongandan keyin mana bu reset o'tdi. Перезагрузка. Перезагрузка ana. Перезагрузка beramiz. Uni ezib turadi. Mana ezib turilganda o'zi отчет nolga ketadi. Ana, перезагрузка bo'ldi. Qarang, MIG deyapti, MMA deyapti, Live Tick deyapti. Buni olti Live Tick degani mana bu gavelgasini almashtirib tik qilsa ham bo'ladi. Qisman tikka bir vazifasini bajarib beradi. MIG Qo'loqdan MIG bo'lyapti. MMA elektrod. Mamikka держать qilsangiz elektrod sifatida bo'ladi. Ha. Держать qilsangiz elektrod bo'ladi. Bizga MIG qo'yamiz. To'g'rimi? Mana MIG qo'ydik. SO2 kelyapti, MIX deyapti. Qaysini qo'yamiz? Mixga qo'yamiz. Mix qo'ydik, to'g'rimi? Agar mix tugasa, smes tugasa, SO2 ga qo'yamiz. Uni to'kib chiqamiz. Mixga qo'ydik. Simma qaraydi, 8 lik 1 lik deyapti. 8 lik sim turibdi bizda. Mana bu yerda 0.8 deb qo'ygan. 0.8 ga qo'ydik. Sinergetik rejim deyapti, qaraydi. Mana sinergetik rejim deyapti. 8 dan 1gacha bo'ladi unda. 0.8 bir, ikkita xil sim ketadi bunga. Roliki, nakana eshiklari hammasi shunga mo'ljallangan. 0.8 1 ikkita sim ketadi. 0.8 bilan 1 ketadi. 0.8 kartochka 0.8. Sinergetik rejimda o'tqazadi. Mana sinergetik rejimni bossam o'shda yoqdi mana. Sinergetik rejim degani nima degani? Bu apparat o'zini nastroy qiladi qaraydi. Amperni nastroy qilsanglar, voltaj chiqib kelaveradi. Yetki qilgan paytda zo'r mana unda olti qo'yasizlar, necha amper kerak bo'lsa voltaj chiqaveradi. Bo'ldi, boshqaman bo'lish shart emas. Qaranglar. Simmi nima degani? Katushkani nimasi? Simmi tezligi. Simmi tezligi yonidagisi amper. To'g'rimi? Bunisi volt deyapti. Shunda simmi tezligi bilan amper bitta knopkadan bo'lar ekan. Simmi qanchalik amperni baland qilsak, shuncha simmi tezligi tezlashadi. Shunchalik sim tez ketadi. Bu sinergetik rejim. Endi agar bizga sinergetik emas, ruchnoy kerak desa, ruchnoy o'tkazamiz qaranglar. Bu yerda simmi tezligini ko'rsatadi. 14 metr minutiga. 10 metr minutiga. Bu yerda qaranglar, ruchnoy qo'yapti. Voltni ham ruchnoy qo'yapti. Endi struyni qo'yish uchun 25 dan keyin struya bo'ladi, smesda. 25 voltdan tepasida. Sizlar 8, 10 lik metallni quyishga 29 qo'yasizlarmi? Sen qo'yasizlarmi? 29 ga 12, 11 qo'yasizlar mana. To'g'rimi? Bu tushunarlimi? Mana buni qo'ydik, qaranglar. Buni qo'ydik. Bunda ilosaka svarti qilyapti. Ishlayapti. Bitta qo'yarida mana bunda vaqtga vertikal qiladi. Ha? Vaqtga vertikal qildi. Mana bunda vertikal qildi vaqtga. Bitta knopkani bosarida, mana buni bundoq qilib turib, qayta 12 ga qo'yib turib, mana bundoq qilib turib, ilosiga qayta boyigini qilaveradi. To'g'rimi? Bo'ldi. Mana bu ruchnoy, mana bu sinergik degani avtomatik ish. Smart gaz deyapti. Smart degani nima degani? Aqlli gaz deyapti, qarang. Smart gazni yoqib qo'ysak, aqlli gaz yonyapti, aqlli gaz. Aqlli gaz gazni rasxodini bir xil qilaveradi. Gazni chiqishini, produktlarni hammasini tekshirib qo'yaveradi bizga. Aqlli gazda, aqlli gaz yoqib qo'yamiz. Bizga rasxodni kamaytiradi. Bel degani yana. Svarkalash degani. Svarkalashni to'g'rimi? Kraterda o'tqazadi. Mana knopka duxtatni ichida tapni debda qaraydi. Duxtatni degani gavelkani bossanglar, ishlayapti, qo'yib olganini to'xtadi. Ishlayaptini gavelkani bossanglar, qo'yib olganini ishlayveradi. Ishlayveradi, bosib turish shart emas. Qayta bosib qo'yib olsangiz to'xtaydi. Shuningdan ishlayapti. Ishlayapti, krater svarka qilsa bo'ladi, qaraydi. Krater. Chuqurligi, kraterni svarka qilsa bo'ladi. Ishlayapti.
Yo'q taxtida bo'lmaydi bu. Yo'q taxtida ishlamaydi mana. Tushundinglar buni? Endi mana bu induktivnost. Induktivnost degani induksiyani kuchaytirib berish. Mana bu o'choq induksiya standart uslubda baland qildi. Uslubini qo'yadigan bo'lsanglar, mana bu induksiyani ko'paytirib qo'ysanglar, sachrashi kam bo'ladi. Vertikal qo'ygan bo'lsanglar, induksiyani standart qilib qo'yaveringlar, yetadi. Lekin bundoq qo'yaveringlar, yetadi. Vertikal qo'ygan bo'lsa. U boshqa paytda bundoq qo'yinglar. Endi qaranglar, mana nima? Gazning produkkasi. Gazni manometrda qancha ko'rishimiz kerak bo'lsa, bitta bosamizda gaz. Mana, sozlab olamiz. Sozlab oldi. Mana knop gaz o'tdi, to'g'rimi? Gaz produktga ketyapti liniyadan. Gazni o'chirdik. Mana bu simmi, qaranglar. Yangi katushka qo'ydik. Bosar gazni chiqarmaslik uchun simni chiqaramiz. Mana sim ketdi o'g'lim. Mana sim chiqyapti, to'g'rimi? Sim qayta uval bo'lmasligi uchun mana ochasizlar. Vaqtga bir necha marta ochdinglar bunisi. Mana ochib. Ha, buni o'rab, sekin uni ichiga qarab o'rab. Ana joyiga keltirib buni yopib qo'yamiz. Bo'ldi. To'g'rimi? Sim qaytib ketadi, onun ichida sim qaytib ketadi. Bo'ldi. Mana bundan muammo yo'qmi? Yo'q. Hamma tushundimi? Tushunarli. Mana bemalol ishlayverasiz endi. Bo'ldi, ana hamma tushundi. Mana shu videolarni ko'rib o'rganasiz.